Saturn Palace, ya'ni motorning ichki qismidagi detaldan chiqadi. Mashina 2000 yurgani bilan hali ochilmagan, klapan legrafka qilinmaganligi uchun Raspberry valve tepa qismidan ovoz chiqib qolishi qiyin. Ochib galovkani, ya'ni yaxshi ovoz zvuk berayotgan yerni video davomida qo'yib ko'rsatishga harakat qilaman. Galovkasini ko'tarib oldik. Gilzalari ichlari yaxshi, xudo xolasa. Galovkalar ham klapanlar kuymagan, hech qanaqa Raspberry valve galovkalarda yeyilib g'ajilgan yerlari yo'q. Mana Raspberry valve ham hech qanaqa g'ajilmagan, taniq turibdi. Shu aytganimizdek Saturn Palace. Qolganlarida xuddi shunday. Saturn olib, Jim Palace olib, porshulari yaxshi bo'lsa, o'lchaymiz o'zi qoladi. Qo'l saqlab, klapanni ham pertirka saroshnaga legrovkalar qilib, sanini alishtirib, chiroyli qilib yig'ib beramiz. Qancha rasxod ketib, qancha bilan yurganligini, xohlasa keyingi yig'ish jarayoni videolarida, yakuniy videolarda aytib o'tamiz.